Endilikdeki leksiyemiz hürmetlik ve endi şimdi dikkat kılın. Bu leksiya bizning hozir so'zlagan leksiyamizning mazmunini to'liqlaydi. Balki shuning bevosita munosabatlik. Siz buning dikkat kılın. İşlarning qayerdan qayerga ketayotganligi. Leksiyamizning mavzusi mundaq. Murassa qilishga bo'lmaydi. Muhokama qilishga bo'lmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari soat sistemasini o'rinlashtirish bo'yicha qat'iy niyatga keldi. Mavzuli xabar 9-oyning 24-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Koreyaning ichki qismida soat sistemasini o'rinlashtirmoqchi bo'ldi. Bu orqali qattiq pozitsiyalik Chavshanga taqobil turmoqchi. Amerika Qo'shma Shtatlari Sharqiy Osiyo ishlariga mas'ul yordamchi davlat ishlar kotibi Rossel mundaq ko'rsatdi. Amerika Koreyaning davlat ichida soat sistemasini o'rinlashtirishni qaror qildi. Murassa qilishga bo'lmaydi. Muhokama qilishga bo'lmaydi. Demak, o'zib o'tildi. Biz o'rinlashtiramiz dedik, o'rinlashtiramiz. Murassa qilish, biz bilan murassa qilishadigan ikkinchi bir obyekt yo'q. Agar ikkinchi obyekt o'zini obyekt deb tayyorlasin, biz bunda obyektni e'tirof qilmaymiz. Shunga biz murassa qiladigan ikkinchi obyekt yo'q. Bizni muhokama qilishga zo'rlaydigan ikkinchi bir taraf yo'q. Shunga murassa qilinmaydi, muhokama qilinmaydi. Navbatda bexatarlik komiteti Chavshan, navbatda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Chavshanning 5-qatim yadro siniga elib borganligini jazolash to'g'risida muhokama qilyapti. Jungo taraf bo'lsa Amerikaning Koreyaga soat sistemasini o'rinlashtirishi qat'iy qarshi turdi. Lekin Rossel ko'rsatdiki, soat sistemasini o'rinlashtirish jihatda Amerikaning pozitsiyasi muhokama qilmaydi, murassa qilmaydi. Biz boshda aytgandek tugadi, Rossel shundoq dedi, muhokama yo'q bu yerda, murassa yo'q bu yerda. Endi diqqat qiling vatandoshim. Jungo soat sistemasini qarshi taqobil turish uchun Tayvan emas, Tayvan degan shahar va Xitoyning yana. Tayvanda raketa qo'yib berdigan. Şinjan'da to'sib zarb berdigan planni tuzishga boshladi. Mavzuli xabar 9-oyning 24-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo aviatsiya tarmoqlari 20-kuni Şinjanning Korla sınaq maydoni o'z ichiga olgan G'arbiy Shimol rayonida aviatsiya aeroplanlarining uchishini cheklash to'g'risida uqtirish chiqadi. Demak, qaysi kuni? 20-kuni. 9-oyning 20-kuni Xitoy shunda uqtirish chiqadi. Şinjan tabaligida uchadigan aeroplanlarning hammasini uchishini chekildi. Sabab bu yerda raketasini g'ilib bormoqchi. Raketasini g'ilib borgan vaqtda to'sidigan raketasini g'ilib bormoqchi. Shinishga bo'ladiki, Ozodlik armiya shu kuni bu yerda Qo'rg'liqda raketa to'sib zarb berisini g'ilib bordi. Qo'rg'liqda raketani to'sib zarb berisini g'ilib bordi. Bu to'sib zarb berish deganda o tarafdan qarshi tarafdan kelayotgan raketani to'sib oladigan raketani qo'yib berish. Demak, uni siniq parchalari portlash ya portlamasin hammasi nima tushidi? Hozirgi hisob Şinjanga tushidi. Dal shunday vaqtda Rossiya bilan Xitoy nima uchun raketaning siniqlarini Şinjanga tushirish to'g'risida kelishim imzoladi? Diqqat qiling vatandosh. Bu yerda Qo'rg'liqda raketa to'sib zarb berishini g'ilib bordi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Keng burjakdan, yuqori burjakdan to'sib zarb berishini g'ilib borganda mutaxassislar mundaq dedi. Bu harakat Amerika va Koreya yerim oralida o'rinlashtirgan yuqori boshli qo'g'dini sistemasi qatqartilgan. Masala yechildimi do'stim? Amerika Qo'shma Shtatlari yuqorida murassasiz, muhokamasiz, mutoliyasiz Koreyaga soat sistemasini o'rinlashtirgan bo'ldi. Endi Şinjanda Xitoy nima qilyapti? Hozir Xitoy bilan Rossiya birlashib Sharqiy Shimolda yoki Manjuriya ya Vladivostok tarafidagi Rossiyaning har qanday bir zaminida. Chunki Rossiyaning bu taraflarda aholi shalang'o. Shu yerga o'rinlashtirsa bo'ladi raketa siniqlaridan tushadiganligini ya uchadiganligini yoki raketa zambiraklardan tushadiganligini shu yerga o'rinlashtirsa bo'ldi. Chunki bu yerda Rossiya bilan Xitoy o'zining aholisini asrayapti. Rus o'zining yirik shart aholisini asrayapti. Xitoy Manjuriyadagi, ya'ni Sharq Shimoldagi aholisini asrayapti. Lekin Rus bilan Xitoy birlashib raketa tushadigan, siniq parchalar tushadigan rayonni Şinjanni tanlab oldi. 10,000 kvadrat kilometr degan taklamakondan olib chiqdi, bu aholilar rayoniga kirdi. Nima qilishing kerak endi Uyg'ur? Qayerga dardingni so'zlashing kerak? Dardingni hech kim anglamaydi Uyg'ur. O'zingning dardini o'zing anglamasang, sening dardingni hech kim anglamaydi Uyg'ur.
Öyle bak Uygur. Hazır geçmişe geldi. Demek Amerika Koşmuş Ştatları sat sistemini Kore'ye kurlaştırdı. Xitay hazır raketa koşullarını raketa bazı Şinjan kurlaştırdı. Demek Şinjan tasadifi aytqanda yoki ihtimallıqdan aytqanda urush rayoniga aylandi degan gap. Demek agar sat sistemisi bir raketa qo'yib bersa, uni to'sadigan raketa Şinjanda qo'yib berildi. Qayaga tushdi? O'q parchalari qayaga tushdi? Şinjanga tushdi. Şarkı Türkistan'a düşürdü. Ahaliler ne mümkün gördü? 20 milyon Uygur ne mümkün gördü? Ben başta ettim, siyasi ekolojiyanın bozuluşu, tabiat ekolojiyanın bozuluşunu keltirip çıkırdı. Çünkü bu rayonda köçmen Xitaylar hükümet kurgan iken, ahali, devlet kurgan iken, bu yerda Uygur'un hukuku yokken siyasi ekolojiya bozuldu. Endilikte tabiat ekolojisinin bozuluşu mana şundan başlandı degan. Biz hürmetlik Amerika Qo'shma Shtatlarga shunday murojaat qilamiz ki, endilikte Uygur'u bulup Şinjan'ı qaratgan siyasetini başqacha bir usulda, başqa bir usul ve çağrılarga murojaat qilish shaklida diqqat qilishini Amerika xalqi ve Amerika Qo'shma Shtatlari ve Amerika Davlat Majlisidan talab qilamiz. Hozirgacha ciddi tutulmadı Şinjan meselesi, Uyg'uriston meselesi. Hem de Amerika Qo'shma Shtatlarining mushuni ko'rib turib, bu yana buni ko'z ko'rmas silib oldigan bo'lsa, ba'zi siyosiyonlar bu vaqtda bu yerdagi 20 milyon millat agar kunga qoldi. Bu bir tanlash emas, yoki bu Amerika uchun majburiyat emas. Bu faqat Amerikaning axloqiy majburiyati. Sirtdan kelgan majburiyat emas, axloqiy majburiyat. Shunga Amerika Davlat Majlisi ve Amerika siyosiyonlarining endi Şinjandagi 20 milyon Uyg'urga başka yol bilen yoki başka bir usul bilen muamele qiladigan ve dikkat qiladigan vaqt yetib keldi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining 2001-yili Afg'onistonga kirganligini ko'rdik. Afg'oniston bilan Şinjan chegaradosh. Nemishqa Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga shunday siyosat qo'llandi? Nemishqa Rossiya mustamlikachilarini Afg'onistonda qo'g'lab chiqarish uchun Afg'oniston xalqiga shu darajada yordam qildi? Nemishqa bugun Xitoy mustamlikachilari masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari Şinjan masalasiga bunday jiddiy qaramaydi? Sabab neda? Strategik o'rinda aytgan Afg'oniston strategik o'rin, Şinjan strategik o'rin. Nemishqa buni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati jiddiy muomala qilmaydi?